Diqqat, 15-iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchi, kanalimizga xush kelibsiz. Shu kabi tezkor yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Banker Telegram kanali ma'lumotiga ko'ra, 15-iyun kuni amal qiladigan AQSh dollar kursi 34-35 so'm atrofida pasayishi prognoz qilinmoqda. Ayni paytda banklarga dollarni sotish bo'yicha eng yaxshi kurslar quyidagicha etib belgilandi. Capital Bank 11.990 so'm, Infinbank 11.990 so'm. Banklardan dollarni sotib olish bo'yicha eng yaxshi kurslar Anorbank 12.030 so'm, Asaka Bank 12.040 so'm, Asia Alliance Bank 12.055 so'm, MBU 12.060 so'm. Qayd etilishicha, kun davomida valyuta kurslari o'zgarishi mumkin. Aniq ma'lumot uchun banklarning rasmiy saytlariga murojaat qilish tavsiya etiladi, deyilgan xabarda.